Nima bo'ldi? Klubda u bir yigitga pichoq bilan urgan. Bir martagina urdim. Tushunarli. Yigit o'lib qolsa-chi? Hal qilamiz. Yordamim kerakmi? Xo'jayining bilan gaplashishim kerak. Senmi xo'jayin? Nega qiziqyapsan? Bilmoqchi edimki, kechagi kamera tasvirlarini ko'ra olamanmi? Sen tasodif politsiyasidan emasmisan? Yo'q. Xo'sh, kechagi kamera tasvirlarini ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, jin ursin seni. Qariganlar haqida eshitgan bo'lsang kerak. Men senga gapirayotganim yo'q. Men bu oilaning manfaatlarini himoya qilaman. Seni safsatalaring haqiqat bo'lmasligi mumkin. Bu odamni bilasanmi? Yo'q. Bu Eddi Harrigan. Agar Harriganlarga yordam bersang, ular senga yordam berishadi. Agar Harriganlarga yordam bermasang, Xudo senga yordam bersin. Menga pichoq tiqilgan yigitning ismi kerak. Politsiya bir necha daqiqadan so'ng